Salom bolajonlar. Koinot sirlari deb nomlangan haftamiz davom etadi. Bugungi mavzu Quyosh sistemasidagi sayyoralar deb nomlanadi. Avval aytganimdek, koinot sirlarini o'rganish uchun raketalarda kosmonavtlar fazoga uchishgan. Kosmonavtni biz yana fazogir deb ham ataymiz. Ular bizning yer sayyoramizni o'rgandilar. Yerimiz Quyosh atrofida aylanishini bizga ko'rsatib berdilar. Ularning o'rganishlari davomida Quyosh atrofida yerimizdan tashqari yana boshqa sayyoralar ham aylanishini bilib oldilar. Sayyoralar o'z belgilangan yo'llari bo'ylab harakatlanadi. Bu yo'l orbita deyiladi. Sayyoralar turli hajmlarga va har xil ranglarga ega. Hammasi Quyosh atrofida aylanadi va biz uni Quyosh sistemasi deb ataymiz. Ularning nomlari bilan tanishib chiqamiz bolajonlar. Eng markazda Quyosh joylashgan. Takrorlaymiz. Quyosh. Merkuriy birinchi sayyora. Quyoshga eng yaqin. Merkuriy. Venera ikkinchi sayyora. Eng issiq sayyora. Venera. Yer uchinchi sayyora. Bizning yerimizdir. Yer. Mars to'rtinchi sayyora. Uni qizil sayyora ham deyishadi. Mars. Yupiter beshinchi sayyora. Eng katta hajmdagi sayyoradir. Yupiter. Saturn oltinchi sayyora. Halqali eng chiroyli sayyora hisoblanadi. Saturn. Uran yettinchi sayyora. Eng sovuq sayyora. Uran. Neptun sakkizinchi sayyora. Quyoshdan eng uzoq joylashgan. Neptun. Yana bir sayyora Pluton sayyorasi bor. Lekin u o'z orbitasidan chiqib ketgani uchun katta sayyoralar safidan chiqarilib, 2006-yilda unga kichik mitti sayyora nomi berildi. Hozir hammasi bo'lib Quyosh atrofida 8 ta sayyora mavjud. Ularning nomlarini albatta o'rganing bolajonlar. Mavzu sizlarga yoqdi deb umid qilaman. Keyingi mashg'ulotlargacha o'zingizni ehtiyot qiling bolajonlar.